Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu obyektimizni sizlarga loy bosilish jarayonini ko'rsatyapmiz. Bu obyektimizni oldin ham videolarini ko'rgansizlar. Bu obyektimiz 18 metrga 11.60. Mana xudo xolasa shiperga tayyor holat. Bu obyektimizga kelsak, bu obyektimizni mana bo'yi 3.45 shiperga mo'ljallangan. Uy tom. Sizlarga hozir loy bosilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Cho'rni terilgan mana. Bolalar terishyapti ustalar. Mana bu firmalarimiz orasi 120 dan qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, cho'rnilar terilyapti. Mana loy bosilayotgan jarayoni. Loyimiz ham 7 sm bosilyapti. Endi mana materialga keladigan bo'lsak, bu materialimiz 50 kvadrati 380 ming so'mdan turadi aka. Bostiradiganlarga o'zimiz olib berishimiz mumkin. Juda yaxshi narsa. Oldi frontollari ham bo'lgan. Tashqari katta hajmdagi zamonaviy molxona tomlari, zavod fabrika tomlari, kottej oraliqlari, mini stadionlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Asosiysi biz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.